Ailem qayerda irqiy qirg'inchilikni to'xtat degan mazmunlardagi shiorlar yozilgan plakatlar va oilasining rasmini ko'targan Uyg'urlar sovuq havo rayiga qaramasdan Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi atrofida namoyishlarni davomlashtirmoqda. 300 ga yaqin kishi qatnashayotgan bu namoyish Anadolu agentligi boshchiligida Turkiya va dunyo taratqullarining diqqatini tortdi. Shuning bilan birga Germaniyaning Myunxen shahrida Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarligida Xitoy konsulxonasi oldida 3 oylik namoyish boshlandi. Yaponiyada o'tkazilgan namoyishda muxbirlar va ommaga Sharqi Turkistonning navbatdagi vaziyati va Xitoyning rayondagi bostirish va qirg'in qilish siyosati tonishtirildi. Qozog'istonning Olmatodagi konsulxonasi oldida Sharqi Turkistonlik qozoqlar oila a'zolarining rasmini ko'tarib Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Norvegiyaning Oslo shahridagi Uyg'urlar sovuq havo rayiga qaramasdan Xitoyning Oslodagi elchixonasi oldida namoyishini davomlashtirdi. Xalqaro Sharqi Turkistonliklar ittifoqlik jamiyatining raisi Kavunjo, Ichki ishlar ministri Soyluning Uyg'ur turklari millatimiz va davlatimizning kafolati, davlatimizda erkin yashayotidi degan so'zlardan mamnun bo'lganligini, lekin Turkiyaning Uyg'urlarning ko'rishini yetarli qo'llamaganligini bildirdi. Hech qanday Sharqi Turkistonlikning Xitoyga qaytarilmaydiganligiga ishonganligini aytgan Kavunjo, lekin Turkiyaning Xitoy bilan imzolagan jinoyatchilarni qaytarish kelishimi butun dunyoda irqiy qirg'inchilik bilan ayblanayotgan Xitoyni oqlaganlik bo'lib qoladi dedi. Turkiyaning g'arb davlatlarida Uyg'ur masalasi deb tanilgan irqiy qirg'inchilikni eng ko'p tilga olgan davlatlar orasida yo'qligini aytdi. O, Sharqi Turkiston masalasining Turkiyada hukumatning to'sqinligiga uchirganligini tilga olib, Uyg'urlarning Anqara va Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldidagi namoyishlari to'sqinlikka uchirdi dedi. Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik bilan dunyoda tanqidga uchrayotgan Xitoyda kishilar tosh va kaltaklar bilan masjidga hujum qildi. Bu voqea ommaviy taratqularda tarqalib kuchli inqos qo'zg'adi. Xitoyning Qinghai o'lkasida xotirlangan bu ko'rinishlarda bir to'p Xitoy tosh va kaltak bilan masjidga hujum qilgan. Ham baharlangan rasmlarda tomlarning chiqib etilganligi ko'ringan. Lekin naq maydonda hech qanday soqchining yo'qligi kishilarning diqqatini tortdi. Xitoy raisi Xi Jinpingning islomni xitoychilashtirish siyosati har qaysi sohalarda ifodalanmoqda. Turkiya prezidentining aloqa ishlari mas'uli Faxriddin Altun Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchisi Liu Xiaobin bilan ko'rishdi. Altun o'zining Twitter hisobidagi yozmasida yig'in haqida mundaq dedi. Xitoy Xalq Jumhuriyatining bosh elchisi Liu Xiaobin afandi bilan aloqa boshqarmasida ko'rishdik. Biz prezidentning Xitoy davlat raisiga yo'llagan uchurini uningga yetkazdik. Xiaobin afandi bilan COVID-19 haqida ikki taraflik munosabatimizni muzokara qildik. Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchixonasi yaqinda bayonot e'lon qilib, Uyg'urlarning Sharqi Turkistonda yashaydigan oilasidan xabar ololmaganligini rad qilib, rayondagi har millatdan bo'lgan kishilarning chet eldagi tuqqanlari bilan bo'lgan aloqasining cheklimisiz va erkin ekanligini tashviq qildi. Uyg'urlar Turkiya doiralari bilan ko'rishganda, Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik masalasini o'ttirg'a qo'yishini umid qiladi. Myunxen bexatarlik yig'inida Amerika qaytib keldi. Atlantik okeandan halqagan ittifoq qaytib keldi degan uchurni ham baharlagan Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy va Rossiyaga qarshi ittifoq haqida to'xtaldi. Amerika prezidenti Biden sin yig'ini orqali Myunxen bexatarlik yig'iniga qatnashdi va Amerikaning yangi davrdagi Yevropa ittifoqi va uning ittifoqdoshlari bilan bo'lgan munosabatini baholadi. Biden ularning Xitoy bilan uzun muddatlik kurash qilayotganligini ko'rsatib, Amerika va Yevropa ittifoqining Xitoyga qarshi ittifoqligining bo'libmi iqtisod va bexatarlik sohalaridagi muhimligiga diqqat qildi. Biden Beijingning kishilik huquq va demokratiya sohasidagi daxl-taruzlari va xalqaro iqtisodda adolatsiz raqobat paydo qiladigan qadamlarni yaqindan kuzatadiganligini va bu masalalarni davomli o'tirg'a qo'yadiganligini ta'kidladi.